İkinci qol avtomobilning bahası yana tushdi do'stlar. Diqqat qilib anglamasanlar ziyon tortib qolsizlar. Yulduz belgisini besib saqlab olg'ach, qo'shash belgisini besib men qaytib olg'ach, yurak berib, men kexim ko'p do'stlar tortib qo'ygash ko'ringlar. Do'stlarning hammasi paylanib olsin, baho tushib ketdi do'stlar. Men buga yana do'stlar 24 tal avtomobilni tavsiya qilaman. Diqqat qilib boshdan tortib oyoqgacha astoydil ko'rsanglar, shu mashinalarningki bahosini tushunasizlar do'stlar. A'zolarni, ya'ni texnik a'zolarni oyoq qo'yib qo'ydim, boshdan oxir diqqat qilib ko'ringlar do'stlar. Masalan, 21ninki to'qmayarlash ko'rillar birinchi qo'l 71 ming musofisi bor. 1.8L zidon xod barmoq to'nlik to'xon xurumurduq. Bahosi 71 ming yen. Mush bahoga nisbatan aytib qolvasda men ko'pchilikniki fikrini hurmatlayman. Qimmat deydigan do'stlar bo'lishi mumkin, azon deydigan do'stlar bo'lishi mumkin. Hammaning fikrini hurmatlayman do'stlar. Har kallada, har xiyol hammamizningki o'xshash bo'lgan narsaga nisbatan tutgan qarashimiz, bahoyimiz o'xshash bo'lmaydi. To'g'ri tushunaman do'stlar. Ma'lumotsi Shendayninki Lingdong 2016 o'shkinjayninki 1.6L birinchi qo'l mashina, musofisi 86 ming, zidon xod barmoq to'nlik to'xon ko'pqitali qurol xurumurduq. Bahosi 36 ming yen do'stlar. Ma Kia'dan birini tavsiya qilay. Kia'ninki K4 bek az chiqaydi hozir bu 2015-yil 1-oyninki 1.8L paylanliq birinchi qo'l musofisi 72 ming, zidon xod barmoq to'nlik to'xon to'qliq o'rindiq. Bahosi 29 ming yen. Qaranglar, zidondan mashinaningki bahosimi intan tushib ketdi. Ma Nissan Shawka 2.0 paylan 2017 1-oyninki avtomat xod birinchi qo'l mashina musofisi 89 ming, zidon xod barmoq to'xon xurumurduq ko'pqitali qurol. Bahosi 55 ming yen do'stlar. Ma'lumot bo'lsa Kia'ninki Cross 2021 1-oyninki 1.6L paylanliq mashina, birinchi qo'l avtomobil musofisi 38 ming, zidon xod barmoq to'nlik to'xon xurumurduq. Bahosi 53 ming yen do'stlar. Nissan Lenio 2019-yil 1-oyninki 1.6L Beijing birinchi qo'l mashina musofisi 110 ming, zidon xod barmoq to'nlik to'xon xurumurduq. Bahosi 49 ming yen do'stlar. Nissan Tida 2012-yil 3-oyninki 1.6T chiqdi ma'lumotları. Birinchi qo'l mashina musofisi 99 ming, zidon xod barmoq to'nlik to'xon xurumurduq. Bahosi 28 ming yen. Mana shuning o'zida bahosi tushganlik do'stlar. Shendayninki Aycha Arbo 2019-yil 1-oyninki 1.6L birinchi qo'l mashina musofisi 80 ming, zidon xod barmoq to'nlik to'xon o'rindiq to'pliq. Bahosi 55 ming. Diqqat qiling, a'zo yerlarga endi keldik do'stlar. Yuraklaringni aymay beringlar. Shenday Langdong 2015-yil 8-oyninki 1.6L birinchi qo'l mashina musofisi 105 ming, zidon xod barmoq to'nlik to'xon xurumurduq. Bahosi 35 ming. Ma'lum qolsa Nissanninki Tianlei 2009-yil 4-oyninki bahosi 26 ming, musofisi 113 ming, 2.5L paylanliq 6-ganliq mashina do'stlar. Zidon xod barmoq to'nlik to'xon xurumurduq ko'pqitali qurol chiqdi. Bahosini 26 ming qo'yildi. Qaranglar, mashinaning sifatining tanchirayliq. Ma'lumot Nissanninki Shuai 2018 4-oyninki birinchi qo'l Beijing butun zavsir Beijing birinchi qo'l mashina musofisi 122 ming, 1.6L paylan avtomat xod barmoq to'nlik to'xon xurumurduq chiqdi. Bahosi 53 ming, musofisi 122 ming kilometr do'stlar. Shendayninki La Fiesta 2019-yil 3-oyninki 1.6T paylanliq mashina birinchi qo'l butun zavsir musofisi 83 ming, avtomat xod barmoq to'nlik to'xon o'rindiq to'pliq alisi. Bahosi 66 ming. Civic bilan basishlaydigan mashina do'stlar. Ma Kia'ninki Kichai 2020-yil 11-oyninki 1.4L paylan birinchi qo'l musofisi 52 ming, zidon xod barmoq to'nlik to'xon xurumurduq. Kichaining alisi do'stlar musofisi 52 ming kilometr, bahosi 49 ming yen. Nissan Shuai 2015-yil 2-oyninki 1.6L paylan birinchi qo'l mashina musofisi 117 ming, zidon xod barmoq to'nlik to'xon o'rindiq to'pliq. Bahosi 37 ming yen do'stlar. Kia'ninki K3 2014-yil 4-oyninki 1.6L birinchi qo'l butun zavsir qo'l xod ashuq to'nlik to'xon xurumurduq. Musofisi 147 ming, bahosi 24 ming yen do'stlar. Ma'lum qolsa Fiat 2014-yil 4-oyninki 1.4T motor seplaylik birinchi qo'l mashina musofisi 80 ming, avtomat xod barmoq to'nlik to'xon o'rindiq to'q chiqdi ko'pqitali qurilma. Bahosi 23 ming yen do'stlar. Darun Lamando Arbalin 2016-yil 1-oyninki 1.4T paylanliq mashina birinchi qo'l mashina musofisi 86 ming, zidon xod ashuq to'nlik to'xon xurumurduq. Bahosi 53 ming yen. Honda CR-V 2012-yil 2-oyninki 2.4L paylan birinchi qo'l mashina musofisi 130 ming, 4 chaq so'raydigan zidon xod barmoq to'nlik to'xon o'rindiq to'pliq alisi. Bahosi 53 ming yen.
Yana birini tavsiya qilay do'stlar. Ma'lum qolsa, Fengtian'ninki Camry, Toyota Camry 2007-yil 7-oyninki gaz bor do'stlar meningda. 2.0 elpaylanliq sizdan xod açıq tonlik taqan o'rindiq to'qliq alisi, musabisi 320 ming kilometr, bahasi 15 ming yuan. Nissan'ninki ma'lum qolsa Yangguang 2011-yil 9-oyninki 1.5 el motor va birinchi qo'l musabisi 94 ming, avtomatik xod açıq taqan ipak o'rindiq, bahasi 18 ming yuan. Nissan'ninki 2014-yil 12-oyninki 1.6 elpaylan musabisi 110 ming, avtomatik xod barmoq tonlik taqan o'rindiq to'qliqdi, bahasi 36 ming. Shendayninki Langdong. Langdong bo'lib qolsa 2016-yil 3-oyninki 1.6 elpaylan musabisi 73 ming, qo'l xod barmoq tonlik taqan xrom o'rindiq, bahasi 32 ming yuan do'stlar. Nissan Shuyi 2015-yil 2-oyninki 1.6 el birinchi qo'l mashina musabisi 130 ming, qo'l xod açıq tonlik taqan o'rindiq to'qliq, bahasi 31 ming yuan do'stlar. Shendayninki Langdong. Langdong bo'lib qolsa 36 ming yuan, 2016-yil 1-oyninki 1.6 el avtomatik xod barmoq tonlik taqan o'rindiq, xrom o'rindiq, birinchi qo'l 1 yillik sug'urtasi to'liq mashinaniki musabisi 93 ming, bahasi 36 ming yuan. Mushu bahoni chiqarib qo'ydim. Muqim baha emas, kelsangiz yana e'tibor beramiz. O'zaro kelishib qolamiz do'stlar. Avval kelsiz, mashinani bir o'zingiz bir ko'rib, bir haydab, sinab, mashinaning umum avvaldan to'liq xabardor bo'lgan ekan, andikin to'xtamaysiz, ilm berim qilsak bo'ldi. Bizningki bank qarzining o'simini sitim tuvan, bütün mashinalarimizning hammasi bank qarzi tushida. Rasmiyat haqqimizmi intayin oz do'stlar. Buni men oldin qatimliq filmladim degan. Buning ustiga avtomobillarimizningki shu sutiga intayin ahmiyat beramiz. 3 oy 5000 kilometr motor korpusiga sifat kapolat beryapmiz do'stlar. Shunga har qanday ikkinchi qo'l avtomobil olmoqchi bo'lgan do'stlar, har vaqt bizning bozorimizni oldin tanlash qilishinglarni umid qilaman. Bizning o'rnimizni topmoq intayin oson. Janubiy Shinjon xalqaro avtomobil bozori mushu boshpet kirib birinchi filmni ko'rsangiz bizning o'rnimizni eng tez sur'atda topa olasiz. Shunga har vaqt do'stlarningki kelib qadam tashkil qilishini qizg'in qarshi olaman. Xayr xo'sh do'stlar.